Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun 2022 10-25 kuni Amsterdamga deb Bali degan bir teatr markazidagi Uyg'urlarning ovoz nomli rasm ko'rgazmasi o'tkazildi. Soat 3da boshladi. Amsterdamdagi buruq shahar boshlig'i keyin bir qancha boshqa xizmatdoshlar kelib ochilish marosimini so'z qildi. Mana kravatga o'sha bir portret bir narsa qo'yibdi. Uyg'urlar bularning 40 aksiyat turgan. Biz bu yerga mana Uyg'ur qirg'inchilik oid Uyg'ur qirg'inchilik rasm ko'rgazmani ekkaldi mana mana Uyg'ur qizg'ar narsa qildik. Malan ati o'zi tayyorlagan. Birdamlikka ma'ni shu Balining ishiga teatrni oslagan bo'ldi. Maar het is elke keer zo. Als we pauze hebben, dan gaan we naar buiten, gaan we spelen met de kinderen. Hadden ook een groep geformeerd om mee te pesten. Naar kiezen worden. Ze zeggen van ja, ik wil niet spelen. Maar ik had op dat moment niet ervaren. Ik dacht van oké, die jongens moeten misschien gewoon niet met mij spelen. Dat kan misschien iemand anders opzoeken die wel met mij wil spelen.